har bir tabrik. Bu mehrning ovozi. Tabrik vaqti Sizlar bilan go'zal va betakror ovoz sohibasi. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Otabek aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Rahmat. Sizlar o'zingizlar. Rahmat, Xudoga shukr. Otabek aka, avvalambor sizni bugungi go'zal ayyomlaringiz, hayotingizdagi eng unutilmas kunlaringizdan biri bo'lmish Rasulimizga ummat bo'lgan muborak shukrona kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Allohim barcha ezgu tilaklaringiz ro'yobini bersin. Ayni daqiqalarda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Dilizxorlarim loyihasi va boshlovchisi mashhur Jahon bo'laman bezovta qilmadimmi? Yo'q. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Bugungi go'zal ayyomlaringiz munosabati bilan loyihamizga bir yaqin insoningiz tomonidan siz uchun yo'llangan chiroyli tilaklar, samimiy tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Shu maqsadda siz bilan bog'landik. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehriboningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Ayolim bo'lsa kerak. Albatta, mashalloh, to'g'ri topdingiz. Bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan shu jumladan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, farzandlaringiz Dilafruz va Murodjon hamda opalaringiz Risolatxon hamda Nafisaxon opalarimiz va Matilda opalarimiz hamda akalaringiz nomidan ayolingiz Dilnozaxon opamiz tabriklayaptilar. Rahmat. Sog' bo'ling. Shu bilan birgalikda Dilnozaxon opamiz siz uchun o'zlarining go'zal tilaklarini yo'llab qolibdilar. Agar ruxsat bersangiz, o'qib eshittirib qo'yamiz, qabul qilib olasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli, sevimli, oilamizning ustuni, ishongani, xonadonimiz tirgagi, farzandlarimning mehribon dadajonisi, qadrli turmush o'rtog'im, avvalambor sizni bugungi Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz, olamlarni quvonchga to'ldirib, bu yorug' olamga kelgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim bu to'lgan yoshingiz muborak bo'lsin. Alloh umringizni uzoq qilsin. Azizim, Alloh taqdirlarimizni bir qilganidan buyon menga faqatgina yaxshiliklarni ilinib kelmoqdasiz. Har qanday kunimda yonimda turib, haqiqiy sevgining baxtini his ettirib yashayapsiz. Farzandlarimiz chiroyli hayotda yashasin deya har doim harakatdasiz. Ilohim, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qilayotgan mehnatlaringizni ajr va mukofotlari bilan siylasin. Siz qancha yashasangiz ham hech to'ymaydigan insonimsiz. Yuzingizga har qaraganimda shukr qilguvchi inoyatimsiz. Boringizga shukr dadasi. Siz bilan uchrashtirgan Tangrimga ming bor shukrlar aytaman. Allohim keyingi hayotimizni ham shunday go'zal qilsinki, toki birgalikda his qilmagan baxtimiz qolmasin. Alloh bizga shunaqangi go'zal amallar bersinki, borar manzilimiz Firdavs bog'lari bo'lsin. Farzandlarimiz baxt va kamolini birgalikda ko'rib yurishlikni hamisha nasib aylasin. Inshaalloh qo'l ushlashib Allohimning baytullohlariga takror va takror borishlikka nasib qilsin. Sizni behad yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling. Shukrona ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Chin qalbimdan tabriklayman. Mening borligimsiz, jonim jahonim. Ba'zan yaxshisiz-u, ba'zan yomonim, barchadan qizg'ongan rashkchi insonim. Sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Hayotni sinovi og'ir kelsa ham, sizni borligingiz dardimga malham, qalbimdagi ardog'im, jon tomir rishtam, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Menga hashamat u tillo kerakmas. Sizni shodon ko'rsam deyman har nafas, shu aziz boshingiz omon bo'lsa bas. Sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Duoda so'rayman u dunyoda ham. Birga tutash bo'lsin taqdirlar har dam. Bizni topishtirgan, yaratgan egam, sizni boringizcha yaxshi ko'raman deya samimiy tilaklariga yakun yasabdilar.
Rahmat, sog' bo'ling. Bugungi ayyomlaringiz bilan sizni men ham chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim hamisha mana shunday yaqin insonlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lishlikka Alloh nasib aylasin. Ishlaringizda Alloh omadingizni bersin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Ayolingiz bilan birgalikda qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'linglar. Siz uchun atalgan yana bir chiroyli sovg'amiz bor. Ajoyib bir taronamiz ayolingiz tomonidan yo'llangan. Dasturlarimiz davomida kanalimiz orqali tinglab bahramand bo'lishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.